eng trendda bo'lib turgan mashina X200 Bartavoy. Hop, bu mashinamizni xarakteristiga keladigan bo'lsak, bu mashinaga metan propan bemalol tushaveradi, hech qanaqa muammosiz. Motori 2 litrli Toyota motori, ya'ni atmosferning bo'ladi. Hop, bu motorimiz yaponskiy bo'ladi. Balonlariga ahamiyat berib yoramiz. Yumshoq balonlar. Oldida amortizator bo'ladi, orqasi resor bo'ladi. Mashinamiz juda ham yumshoq o'shani hisobiga. Bakovoy abagireflarigacha bor. Kerak bo'lsa bakovoylari ham qiziydi bu mashinani. Endi buni ham saloniga e'tibor berib yoramiz. Hop, rulga keladigan bo'lsak, rulimiz elektrousilitilli bo'ladi. Juda ham yumshoq rul, o'zining konditsionerlari, pechkalari bor. Magnitofoni bor. Magnitofoni shunaqaki USB bilan ishlatsanglar bo'ladi, lekin Bluetooth yo'q magnitofonda. Mana shu tomonga ahamiyat berasizlar. Mana shu minusi bo'lsa kerak Bluetooth yo'qligi. Hop, bunda ham bor ochga qo'yadigan joylari, chiroqlarning yonishiga e'tibor berasizlar. Bossanglar ham yonadi, bu tarafdan ham yonadi. Hop, o'zini bari bor, buni ham yemabdi, o'zini shu kerak narsalari, kulish balobattarlari, hamma narsasi bor. Sidinasi regirovka bo'ladi, bemalol moslab olsanglar bo'ladi o'zingizlarga. Chekadiganlar uchun pipilnitsa ham qo'yib ketishgan mashinaga. Hop, eshigiga keladigan bo'lsak, bu yerda eshikda nimalarimiz bor? Eshikda ko'rsanglar bo'ladi, center zamok, ya'ni mashina yurganda o'zi avtomatik qulflanadi. Hop, yana nimalari bor? Oyna ko'targichlar avto bo'ladi. Bakovoy regirovkasi, bakovoy qaytadi ham. O'sha boshda aytganimdek, bakovoymizani o'sha abagrefi ham bor, bakovoy qiziydi. Hamma yo'q elektronli, rulimiz elektronli, tablolarga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p akalar, agar sizlarga video qiziq bo'lib turgan bo'lsa, agar video foydali bo'lib turgan bo'lsa, iloji bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlardan hech qancha vaqt ketmaydi. Agar sizlarga mashina qiziq bo'lsa, mana shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sizlarga ma'lumotlarni berishadi, xudo xolasa chiroyli qilib bonuslari bilan kuzatib borishadi.